Do'stlar, bugun biz Minecraftda o'yinchi uchun tekin kiyimlar ochishni, ya'ni olishni, kiyintirishni o'rganamiz. Birinchi mana uni o'chirib tashlaymiz. Misol uchun Steve'ni ochamiz. Hozir ochmasin endi. Uchta xonanda bo'ladi. Bu yoqqa kirgandan keyin holiganingizni o'zgartiraverasiz. Shu yerga kirasiz. Dog'lari o'zi yaxshi. Dog'ni o'zgartirmaymiz. Bunisi soch turmaga ham emas, ko'zi ham chittali qilish shart emas. Yerga kiramiz. Og'izlar ham shart emas. Nima edi? Soqollar ham shart emas. Qo'l ham o'zi xohlasalaring bundan ochsin endi. Mana shu uchalasidan bittasini qo'yaverasizlar. Xohlasalaring. Buni nima? Buni xohlasalaring qo'yaverasizlar. Mengacha shart emas. Bunisida o'zgartirganda maza qiladiganlar emas. Birinchida turgani, ikkinchida turgani yaxshiroq. Bu hozir bo'yini ko'rsatadi. Bu o'ziniki yaxshi bunda ham. Boshiga qaytib, mana uni o'chirib, baqa kirganda netga kiramiz. Hozir bu narsalar o'zi ochiq bitta. Salchi mana qo'yib olsalaring bo'ladi. Yomondan. Men ko'pincha o'yinchiman. Bunday qolaman. O'zim o'yinchi yaretsam, naryoqda turgan Steve'ni ham ko'rdilaring. Shunaqa edi birinchi tayyorlangani ham. Agar ponni qora qilmoqchi bo'lsalaring, jicha g'alati chiqib qoladi. Menimcha betaliga bo'yini pastroq qo'ysangiz to'g'ri keladi, ammo bunisi yaxshi tushadi. Buni ustidan xohlasalaring xalat kiygizib qo'yishlaring mumkin. Ammo men buni ham qiziqmadim xalatga ham. Lekin bunday qanarsami? Mana undanmi? Yo bu yaxshi chiqarganmi? Futbolka ko'rinmaydi. Yo mana ro'chosin. Mana qizil ko'ylak. Qizil ko'ylagim sen uchun emas deyverasizlar, yo ko'k ko'ylak deyverasizlar. Xalat qo'ymadim. Boshida kiyimlar ekan boshiga. Boshidagi kiyimlari qiziq emas. Qo'liga narsa toqqularingizga toqib qo'yasizlar. Anikiga o'xshatib oltin zanjir qo'yasizlarmi qo'liga? Undanmi yo nariga qo'liga qo'yasizlarmi? Ixtiyorlaring. Qilay turgan o'yinchiga mana u yaxshiroq. Shunga kirish kerakmidi endi? Oyoq kiyimlar. Hozir ko'raychi, qaysi ekan? Yo'qmas, mana o'zi kerakunda. Mana shu. Buni oyog'i yopildi deyigacha. Endi uni tanib. Nimaga kirib ketib qoldi? Ana ko'zoynak, niqob,
yozib qo'ysalaring bo'ladi. Manaqa aqlli qilib qo'ymoqchi bo'lsalaring. Mana shuni to'qizaverasizlar. Mana yaxshiroq deb o'ylayman. Orqasida ryukzak, ya'ni sumkalardan tekin ochig'i bo'lmasdi shekilli. Bo'lmaydi ekan. Bular ham qo'yib bo'lmasa kerak. Hozir ochasım bilan. Bularni ham sotib olish kerak ekan. Hammalari turardi. Bo'ldi, ana shu o'yinchini yaratdik. Mana ikkita bo'ldi, buni yasadim, buni ham tayyorlab qo'ydim. Xohlasalaring mana o'yinchilarni ham o'zgartirib moslab olasizlar. Axir xohishga ko'ra bo'pti. Agar shu videoga 500 ta like, 20 ta obunachi yig'ilsa, orolda survival o'ynayman. Xayr.